Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Mana hozir hojibolarimiz ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ravza-i muboraklariga kirishlik uchun shaylanib turishdi. Alloh xayrli va barakotli qilsin. Bu yerga kirib duoyi xayrlar, ibodatlar qilar ekanlar. Ibodatlarini, duolarni o'zi qabul aylasin. Mana el yurtimiz, xalqimiz, zurriyatlarimiz, barcha yaqinlarimizning haqlariga qilgan duolarni o'zi ijobat aylab, har ikki dunyo saodatiga o'zi musharraf qilsin. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak ravzalarini ziyorat qilar ekanmiz. U zotga muhabbatimizni ziyoda qilib, dunyo hayotimizni u zotning sunnatlariga muvofiq bo'lmoqligini va qiyomatda esa u zotni ya ummati deb shafaat qilmoqlaridek ulug' ne'mat bilan barchamizni siylasin. Allohning o'ziga, habibi bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga, ibodatlariga va kalomiga barchamizni muhabbatli qilib, qiyomatda u zotning qo'llaridan Kavsar suvlarini ichishdek ulug' ne'mat bilan ham siylashligini o'zidan so'rab qolamiz.